Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun biz sizlar bilan yana birgamiz. Ya'ni K5 jamoasi yana xizmatda. Bugungi videomizda esa 3 xil darajadagi achchiq taomlarni yeb ko'ramiz. Bu shartlarga keladigan bo'lsak, videoning shartlarida bu birinchi darajadagi achchiq taom yeb ko'rgandan so'ng ishtirokchilarimiz 1 minut, ikkinchi darajadagi achchiq narsamizni yeb ko'rgandan so'ng esa 3 minut, uchinchi darajadagi achchiq narsamizni yeb ko'rgandan keyin 5 minut turishlari kerak bo'ladi. O'ylaymanki video albatta qiziq bo'ladi. Videoni ko'rishdan avval albatta komment yondirib, like bosgach esingizdan chiqmasin. To'la albatta sizlardan uzr so'rashimiz shart, chunki sizlar anchadan beri o'zimiz aktivni ko'rsatmadik va sizlardan yana bir narsani so'ramoqchimiz. Albatta bu video chiqqanidan keyin albatta aktivlar ko'rsatib, yondirib tashlaysizlar degan umidamiz va bizlar sizlar uchun xizmat video olishdan charchamaymiz va videoni albatta o'z xizmatidan ko'rishinglarni so'raymiz, chunki bu videoda biz albatta kommentariyalarni o'qib boramiz. Sizlarga qiziq bo'ladi, to'g'rimi? Qani ketdi-yu-da. Demak, bugungi videomizda ishtirok etadigan ishtirokchilar Marjona, Alim akamiz. Men boshlovchiman, misol ishtirok etmayman, chunki bilasizlar, va Habib va bizda Farzanda. Ana endi esa bizlar birinchi raund. Demak, o'rtoqlar, hozir bizda birinchi raund va birinchi raundda biz mana shu chilini hozir ishtirokchilarimizga bir qoshiqdan so'raymiz. Nima qoshiqda? Ha? Men chiqdi. Men ma'sum chasnima bo'ldi. Ana shunaqa hidi chiqyapti. Hamma yeydi. Hozir hamma o'zinikini berilgan nimasi deydi, lapshasini yeydi va 1 minut ularga vaqt beriladi. Shuni turish kerak so'zsiz. Endi shirin. Açma. Kamda, gördüler mi? Kamda. Hayır. Görüyorum. Yana. Baba ne? Taslim bo'ldingmi? Yo'q. Sekunda verib qo'yaman. Aytmay ko'ribdi. Hayır, bo'ldi yemabsiz, ha? Tayyor etdingmi? Marjona 1 minut turib berish kerak. Oxirgacha yeyishmasdi. Oxirgacha yeyishmi? Yo'q. Marjona oxirgacha yeyishmi? Voy, nima qilasiz? Voy, ama ko'zlarni yaqinlashtirmoq, bach. Akam ko'z boshadi. Voy. Amam shart emas dedi. Nimaga? Men nimaga yedim? Men boshladim. İştirokchilarni shuncha harakat qilib bosmaydilar. Seni bosmaydi, men alamam uchun bosmaydi. Men o'sha nima qaylar? Men nimaga shunchasini yedim? No qizarib ketdi. Nimaga shunchasini yedim? Akam hal qiladi. Meniki uzib ketib qolyapti. Bu Marjona. Shu kamera düşürdü. Dakansa? Meniki de Hayır, oxirgacha yedilar. azim bor. Böyle oxirgacha. Balki o'shanda ana qilar. Ana sekunda ver qo'yishim shart emas-ku. O'zim ko'rish kerak, kimdir chiqib ketadi-ku. Chidolmay qo'yman shu uchun. Oh, hadi sekund. O'zimda. Hayır, su vereyim. Yo'q. Oy. Kızlar. Meniki sal basıldı. Sal basıldı meniki rostlar. Men o'tib ketdi. Çünkü sizler ana qo'yiladi, men keyin yeyapsizlar. Sen chiqma. Hariga tavaf qildi. Hariga berdim. Meniki bir bit bo'ldi shekilli. Akam bitti. Men Ya. Çay var mı şu çekildi sen? İşte akam. meniki bir bit chiqib desam. Bir bit bo'ldi-ku. Bakalım, özür dilerim, bakalım. Ha, hiç öyle gelmedi. Fakat navbatdan olur. Bo'ldi, hakem bilan nima aytib. Marjon yaxshimi? Navbat chiroyli o'qidi. Bo'ldi men. Meniki ketdi. Yonib ketib chiroyli o'qidi. Bilaman qizarib ketdi. O'zinglar nimaga o'zinglar mehnatchilar uchun so'ramaysiz? Like bosib qo'yinglar. Bu hareketlerimiz uchun like bosib qo'yinglar. Chunki olmashyapti. Meni havas joyda. Akam ko'zi yonyapti, men ko'rinyapti. Yoshlarim ketib. Habibim debdi.
Men netimni ana achyapti-da, og'zimni netim achyaptilar. Devortalar ko'rib turganlar bizning birinchi raundimizda olmakamiz o'yinni tark etdilar va bizda hozir ikkinchi raundda 3 ta ishtirokchi qoldi. Ularga beriladigan shart esa daraja oshdi va vaqt ham oshadi. Hozir katta qoshiqda yana o'sha chiliyimizdan solamiz va bular hammasi yeb bo'ladi. Keyin sekundamer yoqiladi. 3 minut ichida berish kerak bo'ladi. Undan so'ng suv yoki esa anasini qoldirish uchun, achchig'ini qoldirish uchun qattiq ichish mumkin bo'ladi. Agar chiqib ketishi mumkin. Bo'ladi. Bo'ldi, qo'y. O'zing tinal bo'ldi, ichma. Bo'lganmisizlar? Sekundamer yoqiladi. Başla. Men. Ben ağzını çektiş var, bana ne var? Oğlum gece var. Hadi yükle. Hayır, bana ne var? Saçı bak var. Çektiş, hadi. Çabuk arkadaşım bunu. Hadi bak. Aman şimdi. Yo, endi o'sha boyagi daqa holat. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hammasi mumkin. Ne yapıyorsun? Keyin 5 minut chiqdingizlar, yana bundan ham o'tkir narsaga. Agar hech kim chiqib ketmasa, hech kim yemaydigan bo'lsa, ichmaydigan bo'lsa, do'stlik hal qilsin. Qanunda 3-raundni ko'ramiz. Hozir bu esa 3-raund va 2-raundimizda yana bir ishtirokchimiz o'yin tark etdi. Bu esa Habib edi. Va ana endi bizda eng raundimiz 3-raund. Hozir biz mana bu chilidan 3 qoshiqdan ishtirokchimizni so'raymiz va ularga bo'lgandan so'ng sekundalarda 5 minut ichida berishlari kerak. Demak, tomosha qilamiz. Boyagi bir qoshiq emasmi? 2 qoshiq edi. Qo'shdan chilib solib beramiz va ularda keyin yeb bo'lganlardan so'ng sekundamer qolib 5 minut berishlari kerak. Qolmasa, pariki yana şey. Arbisdan bir qoshiq qo'yarasan. Voy chekiga sol. Aralashtirasiz. Darma. Shunday. Bo'ldi. Rahmat bu kadar da bağış değişim dedi. To'xtay. Bo'ldi. Ba'zi Meni kim dolları sallıyor? qani meni bir aralashib qo'y. Amikam ko'p Evet. Şu nila bu nila qoni duydu. Ne bitta bodir bo'lib ketmasin. Alo. Assalomu alaykum. Tak, biz ham hozir shapimiz boshlandi. Kommentar o'qib turaymi ularga yo'llagancha. Ben çıkıp ettim. Cem. Bo'ldi, ParaYouTuber. Va bizning challenge'imiz ham tugadi. Bu challenge'imizda Parizona g'olib bo'ldi. Marjona 3-raundni tark etdi. Albatta boshqacha situatsiya vaziyat bo'lib qoldi, ko'rib turganlaringdek. Va biz esa endi 24 soat davron ichida obunachilarimiz bilan 1 million so'm uchun degan videomizda kommentarlarni o'qiymiz. Ayting, sizlarga yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Sizlar kommentariy yozasizlar, faqatgina yangi videolarga yozinglar. O'shanda biz sizlarga kommentariy o'qib bera olamiz. Tak.
Bizani birinchi kommentarimizni boshlaymiz. Blackpink Rose. Men sizni Qoraqalpog'istondan kuzataman. Omad deb yozib ketdi. Kattakon rahmat. Albatta bizani kuzatishda davom eting. Qayerda turasiz? Iltimos javob yozing. Toshkent viloyati Olmaliq shahar. Wow, ishingizga omad, tezroq 100k bo'linglar deb yozib ketdi. Hafiza Rahmon va Kattakon rahmat bizani kuzatishda davom eting. Habib Sila deb yozib ketdi. Challenge'imiz ham o'zini xos ketdi va g'olibni ham ko'rdinglar. Biz kommentarlarni o'qishga harakat qildik. Kommentarlar juda ham kam, aktivimiz tushib ketgan. O'ylaymanki, bu videomizni albatta aktivlar ko'rib so'rasizlar. Kommentariyaga yana qanaqa video xohlasanglar yozib ketinglar. Va sizlar bilan yana bir marta ko'rishguncha xayr.